Hozirgi kunda mana shu televizor orqali hukm qo'yadigan odamlar bor. Televizorda nimani ko'rsa, o'shanga ko'ra hukm qiladi ularga. Bu televizorda hozirgi zamonda hattoki mediani shunday o'zi musulmonlardan avval kofirlar ham tushunyapti bu ko'z bo'yamachilik ekanligini, karikatura qilib bir rasmlar chiqarilgan. Shu gapga moslab o'sha rasmlarni qo'yishsa yaxshi bo'ladi. Mana video darslarda tarqatayotganlar. Hammamiz bilamiz bir karikatura rasmlarni bir odam tasvirga olyapti, bir odamni qo'lib ketyapti pichoq bilan. Nariga odam qochyapti, mazlum yani. Pichoq bilan qo'yayotgan zolim bor. Endi tasvirga olganda lekin shunday ko'rsatishadiki, go'yoki haligi odam qochayotgan odam narigini pichoqlayapti, u pichoq ko'tarib o'tirgan odam bo'lsa, u mazlum aslida. Ana shunaqa qilib tasvirlashadi. Media bugungi kunda axborot shunaqa narsa, televizor. Ya'ni zolimni mazlum qilib ko'rsatadi, mazlumni zolim qilib ko'rsatadi. Hozirgi kunda xuddi shu sababidan o'zini musulmon sanagan musulmonlar zolimlarni yomon ko'rish o'rniga birodarlarni yomon ko'radi. Allah aytadiki: "Va laman intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alayhim min sabil. Innama as-sabilu 'ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq ulaika lahum 'adhabun alim." Albatta bir kishi zulm ko'rganidan keyin o'chini olsa, unga bir yomonlikka yo'l yo'q hech qanaqa. Yo'l shunday kishilarga ochiqki, ular odamlarga o'zi zulm qiladi-da, yer yuzida haddidan oshadilar, nohaq, ana o'shalarga alamlik azob bordir. Ya'ni oyatning xulosasi shuki, bir odamni ko'chada ko'rdi, tasavvuqning birini urib yotibdi. Ey zolim, Allohdan qo'rq, nimaga uryapsan buni deyishga shoshilishga haqqingiz yo'q deydi. To'xtang. Bu odam uryapti aslida, nega uryapti? Agar chunki birinchi nariga uni urgan bo'lsa-da, endi shu uchun bu o'chini olib urayotgan bo'lsa, zulmdan keyin o'chini olayotgan bo'lsa, unga siz "Oy zolim" deb gapirishingizga yo'l yo'q. Malihim min sabil deyapti. Siz mana urilayotgan odamga birinchi o'rinda aytishingiz kerak. Sen nimaga urding o'zi buni? Ha, uryapti, haqqi bor endi deyishingiz kerak. Yer yuzida o'zi ilk boshlab zulm qilayotgan, haddidan oshayotganlar ana shularga alamlik azob deyapti Alloh. Dunyoda ham, oxiratda ham yani. Demak, qotilni o'ldirayotganni qotil deb bo'lmaydi, qarang. Allohdan qo'rq, nega odam o'ldiryapsan deb. Chunki u qotilni o'ldiryapti. Bir odam narsasini o'g'irlab ketilingan, borib o'g'ridan tortib olyapti. Allohdan qo'rq, nimaga biror narsasini tortib olyapsan deyilmaydi, o'zi narsasini olyapti. Bir odamning oyligini bermay yuribdi. Allohdan qo'rq, keyin odam borib olyapti uni, qaytarib o'zini o'g'irlab bo'lsa ham kerak bo'lsa yashirib olib olyapti oyligini. Allohdan qo'rq, nimaga biror pulni olib ketyapsan deyilmaydi, u odam o'zini oyligini olyapti. Albatta to'g'ri, bu narsalarda ham endi shunday qilinmagani yaxshi. Chunki bunda ham tajovuzga o'tib ketilinish ehtimoli bor. Shuning uchun oyat davomida keladi, unda ham afv etgani yaxshi deb. Lekin nima bo'lganda ham siz bir qarashda hukm qo'ymang. Har qachon shunday urayotgan qo'l zolim bo'lavermaydi. Har qachon olayotgan qo'l o'g'ri bo'lavermaydi. Har qachon gapirayotgan til tajovuz qilayotgan bo'lavermaydi, g'iybat qilayotgan bo'lavermaydi, u haqqini olayotgan bo'lishligi ham mumkin. Mana yuqorida Oysha onamiz bilan Zaynab onamiz qissasidek. Hozirgi kunda mana shu televizor orqali hukm qo'yadigan odamlar bor. Televizorda nimani ko'rsa, o'shanga ko'ra hukm qiladi ularga. Bu televizorda hozirgi zamonda hattoki mediani shunday o'zi musulmonlardan avval kofirlar ham tushunib yetyapti bu ko'z bo'yamachilik ekanligini, karikatura qilib bir rasmlar chiqarilgan. Shu gapga moslab o'sha rasmlarni qo'yishsa yaxshi bo'ladi. Mana video darslarda tarqatayotganlar. Hammamiz bilamiz bir karikatura rasmlarni bir odam tasvirga olyapti, bir odamni qo'lab ketyapti pichoq bilan. Nariga odam qochyapti, mazlum yani. U pichoq bilan qo'yayotgan zolim bor. Endi tasvirga olganda lekin shunday ko'rsatishadiki, go'yoki haligi odam qochayotgan odam narigini pichoqlayapti, u pichoq ko'tarib o'tirgan odam bo'lsa, u mazlum aslida. Ana shunaqa qilib tasvirlashadi. Media bugungi kunda axborot shunaqa narsa, televizor. Ya'ni zolimni mazlum qilib ko'rsatadi, mazlumni zolim qilib ko'rsatadi. Hozirgi kunda xuddi shu sababidan o'zini musulmon sanagan musulmonlar zolimlarni yomon ko'rish o'rniga birodarlarni yomon ko'radi. Masalan, axborotlarda ko'rsatiladi, Suriyani portlab yotgani, hamma yoqda odamlar ichak-chavog'i sochilib yotibdi va bolalar, ayollar o'lib yotibdi. Keyin bu yoqdan soqolli odamlarni ko'rsatadi. Mana bu chetdan endi qarab turgan haligi axborotni ko'rib turgan musulmon ana deydi. Terroristlarning ahvoli. Xudodan qo'rq, qanday javob bersan ertaga shuncha odamning haqida deydi.
Senlarni deb qancha odamlar o'lib ketyapti deydi. Yoki masalan da'vatchilarga gapirishadi. Senlarni deb qancha odamlar qamalib ketyapti deydi. Ha aytaylik shularni deb ham bo'lyapti ekan. Shunday qilayotgan odam kim degan savol tug'ilishi kerak emasmi oqil odamda? Yuqorida aytilgan karikatura suratdagidek aslida bu kimni quvlayapti aslida? Kimni o'ldirgan bu yerda chavaqlab? Tasavvur qilgin, sen yo'lda bir odam ushlab olib, mol-mulkingni olayotganini talon-taroj qilib. Sen urib ketding o'shani. Odamlar keldi, seni urib ketishdi, hech gapingga qaramay. Xudodan qo'rqmay o'rayapsan bir odamni deb. Yoqadimi shu narsa senga? Odamlarga aytasan, "Ey xaloyiq, axir bu odam meni zulm qo'yib talon-taroj qilayotgandi. Shu uchun uryapman" deysan. Hech kim seni bu gapingni tushunmasa uraversa seni. Yo'qmaydi senga, to'g'rimi? Ana shunga o'xshab nimaga bugun televizor orqali hukm qilasan musulmonlarga? U chavaqlanib yotgan odamlarni musulmonlar chavaqlayotganligi yo'q. Yoki buzilayotgan binolarni musulmonlar buzayotgani yo'q. Musulmonlar o'shanday qilmasin deb zolimga urushyapti. Kim zulmidan keyin o'ch olayotgan bo'lsa, unga sen yomonlik qilishga, yomonlik gapirishga yo'l yo'q senga deyapti. Sen zolimni gapir. Lekin aytamiz, hozir kompus chappalib qo'ygan bularni. Ularning kompusi mazlumni ko'rsatib turadi doim ayblashlikka, zolimni emas. Yuqorida aytganimizdek, sizlarni deydi, da'vatinglarni deb qancha odam qamalyapti deydi. Xo'p, qamalyapti ekan. Qamayotganchi? Sen faqat bu musulmonlarga tiling chiqadimi sening? Ya'ni u zolimlarga nisbatan qarasangiz lom yutadi. Ana shu kompus chapparilingan degan. Bir odam hijobni himoya qilib chiqib gapirsa, aytayaptiki, bu odam xavorij bog'iy. Ha, to'g'ri, ba'zi moniylar bor, endi man qilganlar-chi endi. Man qilganlar asli eng katta zolim bo'lishi kerak-ku. Birinchi bo'lib zulm qilgan odam xullas ana shuni birinchi o'rinda ayblanadi. Ularda endi shunday bir shubhasi bor. Ular aytishadiki, biz qalbimizda to'g'ri o'sha zolimlarni yomon ko'rib turibmiz baribir deydi. Bitta sen emas. Unda biz aytamizki, musulmonlarning qilayotgan ishini o'zingcha sen yomonlik deb o'ylayotgan bo'lsang ham, musulmonlarni unda qalbingda yomon ko'r. Nimaga zolimga kelganda qalbingda inkor qilasanda, iymonning eng zaifi degan hadisda olib olib, musulmonlarga kelganda tilingda inkor qilasan. Biror bir joyda ko'rdingizmi bugungi kunda hozir mana shu saroylar deyilayotgan odamlarni podshohlarning yomonliklarini ham televizorlarga, internetlarga chiqib mana shunaqa gapirganini. Musulmonlarning bir yomonliklarini ko'rib qolsa, internetga chiqib hamma yoqqa jar solgandek, podshohlarni ham, hukumat vakillarini ham yomonliklarini ana shunday chiqib jar solganini ko'rdingizmi yoki ularda yo'qmi? Hech kim ularda yo'q deya olmaydi. Nimaga unda inkor qilmayapsan desangiz, qalbimda inkor qilyapman deydi yuqorida aytilgandek. Unda nimaga musulmonni tilingda inkor qilasan? Musulmonni ham qalbingda inkor qil. Ana shu eng katta bularning fujuri aslida tajovuzi. Musulmonga kelganda qopag'on, zolimga kelganda esa qalbda inkor qiladi. Xullas, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mana bu yerda bir hadis bor. Shu bilan mavzuni yakunlasak ham bo'ladi. Al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi minhuma deganlar. Ikkita odam so'kishib yotgan bo'lsa, ularni birinchi bo'lib boshlaganiga javobgarlikni bo'yniga qo'yish kerak. O'shanga yo'l qilinadi, ya'ni gapirishlikka. Modomiki ikkinchisi haddidan oshmasa deganlar. Bugungi kunda raddiyalashishda ham xuddi shu narsani aytmoqchimiz biz. Bir saroy mulla chiqib dinni buzib beradi. Keyin biz chiqib raddiya qilamiz masalan. Odamlar shunda tortishurmanglar deydi. Ana shu hadisga binoan aytilyaptiki, siz tortishurmanglar deb fitnani birinchi chiqargan saroy mullaga aytishingiz kerak ekan. Fa'alal badi minhuma deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shu aytishuni boshlagan odam ana shunda birinchi javobgar qilinadi. Alloh ham shuni aytayapti, innamas sabil alallazina yazlimuna nas. Odamlarga zulm qilganlarga bu tajovuz qilinadi. Va yer yuzida nohaq buzg'unchilik qilayotganlarga ana shularga alamlik azob bor.